أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Aziz o'quvchi, bugun inshaalloh siz bilan birgalikda Kunuz kitobimizni 5-darsini o'tamiz. 5-darsimizda mihanu afrodil usrati, oila a'zolarining vazifalari, ya'ni mihan degani ularda kasb hunarlari haqida o'tiladi. Al-hiwarul awwal, birinchi so'zlashuv, astami'u va u'id. Eshitaman va u'id, takrorlayman. Qarang. Masa'ul khayr ya Walid. Masa'ul khayr ya Walid. Ey Walid, xayrli kech. Masa'un nur. Nurli kecha. Ya'ni so'zlovchi masa'ul khayr ya Walid desa, bu ham masa'un nur deydi. Hal hadha akhuk? So'rayapti. Hal hadha akhuk? Bu sening akangmi? Bu javob beryapti. Naam, hadha akhi Khalid. Ha, bu mening akam Khalid. Va hadhihi, buchi degan. Buchi ishora qiladi. Buchi. Hadhihi ukhti Amal. Bu mening opam Amal. Ahlan. Salom degan. Salom. Al-hiwaru thani, ikkinchi hivar so'zlashuv, astami'u va u'id. Tinglayman va takrorlayman. Man hada? Bu kim? Man hada? Bu kim? Javob beryapti. Hada akhi Khalid. Bu akam Khalid. Huwa muhandis. Mana uni hunari nima ekan? Muhandis, injener, loyihachi degani. Va man hadhihi? Bu kim? Ayol kishi bo'lgani uchun hadhihi bo'lyapti. Va man hadhihi? Bu kim? Hadhihi ukhti Amal. Bu opam Amal. Hiya tabibatun. U tabibadir. Shifokordir. Tabiba, shifokor ayolga aytiladi. Shukron, rahmat, afwan, arzimaydi. Astami' ila an-nas thumma ajib. Nasni eshitib, keyin javob beraman deyapti. Qaranglar. Ad'u alamat sah. Bu yerdagi to'g'ri alomatni fi murabba'it talxis sahih. Ya'ni bu yerdagi to'rt burchak ichidagi to'g'ri xulosani ichidagi to'g'risiga biz bu jumla to'g'ri deymiz, noto'g'risiga noto'g'ri deymiz. Qarang. Walidun abuhu Tariq. Validning otasi Tariq, to'g'rimi? To'g'ri. Va ukhtuhu Amal. Uning opasi Amal, to'g'ri. Va ummuhu Suad. Onasi Suadmi? Yo'q, onasi Suad emas edi-ku. Onasi nima edi? Fatima edi. Va akhuhu Khalid, bu ham to'g'ri. Huwa tabib. Demak, bu jumla va ummuhu mumarrida. Uning onasi nima? Uning onasi hamshira. Va abuhu muhandis. Otasi muhandis. Va akhuhu muallim. Akasi muallim. To'g'rimi? Yo'q. Noto'g'ri. Walidun talib. Walid talabadir. To'g'ri. Va abuhu tabib. Uning otasi tabibdir. Doktordir. Va ummuhu muallima. Onasi muallimadir. Va akhuhu muhandis. Akasi muhandis. Va ukhtuhu tabiba. Opasi tabib, shifokor. Walidun abuhu Tariq. Walid otasi Tariq, to'g'ri. Va ukhtuhu Amal. Opasining ismi nima edi? Amal. Va ummuhu Fatima, onasi Fatima. Va akhuhu Khalid. Akhuh, akasi Khalid. Demak, bu to'g'ri. Qarang, atahaddath an Amal. Amal haqida gaplashamiz. Endi siz yozishingiz mumkin. Hiya ismuha Amal. Uning ismi Amal. Uning ismi Amal. Ismuhu Tariq. Demak, otasining ismi nima? Dadasining ismi? Bu yerga nima deb yozamiz? Hiya ismuha Amal. Uning ismi Amal. Va abuha ismuhu, otasining ismi Tariq.
Va abuhu tabib yoki va huwa tabibun. Otasi tabibdir. Va huwa tabibun. Va ummuha Fatima. Va ummuha Fatima. Buni yozib chiqsangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi darslarda qilsangiz bemalol buni bajara olasiz. Va hiya muallimamidi? Onasi? Ha? Va hiya muallima. Va akhuha al-kabir. Akasi, katta akasi ismuhu Xolid. Katta akasi ismuhu Xolid. Uning ismi Xoliddir. Va huwa ya'ni Xolid va huwa muhandisun. Muhandisdir. Va akhuha as-saghir, kichkina akasi ismuhu Walid. Uning ismi Walid. Va huwa talib. U talabadir. Va hiya tabibat. Ya'ni nafsuhu deymizmi, nima deymiz? U o'zi tabibadir. Ya'ni amalda o'zi tabibadir. Bularni yuqoridagi nimalarni o'qib chiqsangiz, ustoz bilan birgalikda bemalol buni bajara olasiz. Va hiya tabibatun yoki va amalu tabibatun desak ham bo'lar. Endi atahaddathu an nafsi va an usrati. O'zim va oilam haqida gapiraman. O'z haqida gapiring. Masalan, siz men Fotimaman, men Zaynabman, men Xolidman, men Muhammadman, men talabaman. Yozasiz, o'zingiz haqingizda bu yerga yozasiz. Ya'ni yuqorida o'rgandik-ku. Ana shu kalimalardan meni onam deb onangiz ismini yozasiz, otam deb otangiz ismini yozasiz. Xullas o'zingiz haqida mana shu kecha yozsangiz bo'ladi inshaalloh. Astami'u va u'id. Tinglayman va takrorlayman. Abun ota, ummun ona, babun eshik, yaqra'u degan o'qiyapti degan. Yaqra'u o'qiyapti. Ka'sun kasa. Bizda kasa deymiz, kosa deymiz. Kosa. Idish. Bintun qiz. Aqra'u va aktub. O'qiyman va yozaman. Abun qarang. Alif va ba yozasiz. Hamza va ba yozsangiz abun bo'ladi. Hamza va mim yozsangiz ummun bo'ladi. Babun mana. Bim, ba va alif va ba deb yozsangiz babun bo'ladi. Eshik degan. Bu yerlarga nuqta-nuqtalarga yozib chiqasiz. Astami'u va u'id. Astami' tinglayman va qaytalayman. Qarang. Tabibun shifokor. Mana shifokorga tabib deyiladi. Muallimatun bu o'qituvchi. Muhandisun mana muhandis, injener, loyihachi, quruvchi, uylar quradi, ko'priklar quradi, muhandis. Muhasibun hisobchi, buxgalter deydi, hisobotchi. Talibun talaba, talibatun talaba qiz. Aqra'u va ulahid. Qarang. O'qiyman va mulohaza qilaman. Bu qarang, muzakkar erkak jinsi, muannas ayol jinsi. Ana tabibun. Nima deysiz? Men doktorman. Men shifokorman. Doktor, shifokor bir xil ma'noda. Ana tabiba. Ayol kishi bo'lsangiz, ana tabibatun. Yoki ana tabibun. Ana tabiba. Men shifokor ayolman. Huwa muhandisun. U muhandisdir. Hiya muhandisatun. Qarang. Muzakkarga oxirida tay marbuta yo'q. Ana tabib, muannasda oxirida tay marbuta bor. Mana shu ayollik belgisi. Ana tabibatun. Huwa muhandisun. U muhandisdir. Hiya muhandisatun. U muhandisadir. Hada talib. Bu talabadir. Erkak. Hadihi talibatun. Bu talaba qizdir.
Aqra'u va asil. O'qiyman va bog'layman. Qarang. Ana tabibun. Hammasini yaqinlashtiring mana. Ana tabibun. Qaysinga boradi? Ana tabib desa bog'lab chiqasiz. Mana. Ana tabibun. Ana tabibatun deb ayol kishi aytsa nima bo'ladi? Ana tabibatun. Huwa muhandisun. U muhandisdir. Bog'lang. Hiya muhandisatun. Bog'lang. Huwa muallimun. Huwa muallimun. Bog'lang. Hiya muallimatun. Bog'lang. Shunday qilib 5-darsimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Endi esa keyingi darsimizda 6-dars o'tamiz. Fasubhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.